Asad afandi, Buyrug'ingizga tayyorman hukmdorim. qayerliksiz? Shkodralik. Qancha urushda qatnashgansiz? 93-yilga va Yunon urushida hukmdorim. Qancha jabhada jang qildingiz? 93-yilga urushda 8 ta, Yunon urushida 5 ta jabhada hukmdorim. Qancha jarohat oldingiz? 7 ta o'q jarohati, 3 ta nayza, 6 ta xanjar jarohati. Nega g'ozi bo'ldim deb bo'shatilishni xohlamadingiz? Shahidlik nasib bo'lmadi hukmdorim. Nega shahid bo'lishni xohlaysiz? Mana bu tuproq uchun hukmdorim. Bu hovuchingdagi tuproq nima? Onamning duosi desammi? Uyimning devori desammi? Butun bir vatan desammi bilmayman hukmdorim, ammo shuni bilamanki, dushmanga bir hovuch tuproq bergandan ko'ra jonimni beraman. Barakalla afandi.